Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan nonushtaga, men va pochchanglar bilan sizlarni ham nonushtaga olib ketmoqchiman. Shanba-duh kunlari biz umuman uyda ovqat pishirmaslikka harakat qilamiz edi, ko'chada yeyishga harakat qilamiz. Dam olish kunlari-yu. O'shaning uchun ketdik. Yetib keldik biz kafeshkamizga. Qaranglar qanaqa mazza ko'chada o'tirish. Hozir sizlarga ko'rsataman. O'chiring. Shinamgina joy. Bilasizlarmi, necha yildan beri ishlaydi bu joy? Uyimda kofe mashinkam buzilib qoluvdi. Mazza hozir qaltirab, kofeni xumori tutdi. Menda kapuchino, pochchanglarda amerikano suti bilan. Zakazimizni kutyapmiz. Agar zdaniyani tashqaridan mana ko'rsanglar ham eski joy bo'lib, bir 90 yildan oshiq ishlar ekan, ishoninglar. Tak, mana ovqatim keldi, sendvich. Yo'lavash. Do'stlarimizni ko'rib qoldik. Sumkamni tashab ketvorman, qaranglar, turibdi. Tashab ketvorman. Sobiq studentlarimni ko'rib qoldim. Bu o'sha Parijkaga men to'yiga boruvdim, sizlarga ko'rsatdim to'yini, amerikanskiy to'y deb esladimmi? Keyin bu qiz meni studentim bo'lgan oldin. Men raqs anaqangi o'rgatardim u qizga. Xullas bla 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 la 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 qilib qolib ketdik. Nonushtamiz tugadi. Ko'rganingiz uchun rahmat.